Assalomu alaykum, aziz mening podpисчиklarim. Hozirda Instagramda legenda bo'lib turgan Nexia ikimiz sotuvga chiqdi. Olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, shu egasining nomerini qoldiraman. Bahosini oxirida aytib o'taman. Video davomida mashinamizning polniy obzorini ko'rasiz. Mashinamizga polniy full darajada shumay izolyatsiya bo'lgan. Faralarına bilet qo'yilgan, cho'tka etib. Kurgovoy armalan tonirovkasidan bosilgan. Aparaturasining o'zini $600 atrofida pul ketgan. Kuzovlari polniy polirovka keramika bo'lgan, keramika prodan. Patologlari avtotikan bo'lgan. Chexol polik zo'rlandan qo'yilgan. Tak, mashinamiz yilini keladigan bo'lsak, 2011-yil. Balonimiz almashilgan, o'zining radnoy balonlari bor. Hammasi qo'shilib beriladi. Mashinamizga общий 50 million sarflangan. Mashinamizning rolini keltirgan bo'lsak, mashinamiz roli Porsche 909 Magic pulti bilan polniy subwooferlari qo'shib beriladi. Mashinamizning bahosini keltirgan bo'lsak, bahosi 110 million so'm kelishiladi. Egasining nomerini qoldiraman, gaplashishsa kelishib olaverasizlar.